Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaykum hurmatli meni musulmon bir tuğandarım. Birinchidan Alloh taologa cheksiz maqtovlar uchun payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Maqtov va salovatdan keyin Alloh subhanahu taolo jalpo bereshenlerden bergenlerini qilgan ihsonlarini to'liq bilan qabul qilgan bo'lsin. Hurmatli tuğandarlar, dal mana o'shantib bizning ko'zlagan maqsadimizga yetib qolib, Xudoy buyursa bizning 40-uyimizdagi mana büter aldında turadi. Xudoy buyursa dag'in bereshenler hurmatli tuğan sizlerden bergen narsangizlarni tekka keltirmasdan har bir tiyiniga cheyin eseptep sizlerge natijasini aytу bilan birgalikda hurmatli tuğan bugungi kuni mana o'sha 40-uyimizdagi ko'rsatib, Xudo xolasa o'shuni birotola batırlık qilsang süre qilib zabariga cheyin tosib bersek degan oyga kelip kaldık. Oşantan hurmatli meni musulmon bir tuğandarım, eğer ma'qul desengizler, bereshenler dag'in bere turgan bolsa, 40-uyimizni zabariga cheyin topshirib bereli. Ankeni bilasizlar hurmatli tuğan, öte muhtoj, alsiz apalarimizga, ejelerimizga, yalg'iz boy ayollarga topshirib atgan gerbezimiz. Oşonduktan birotola uşundağı bitirip koysak dep çeştik. Eme kalganını özünüzler natijani jeyintiqni çıkarasızlar. Xudoy buyursa biz sizlerden xizmatingizlarga dayarbız. Allah subhanahu taala kalgan jiygan tergenlerinizlerdi acılık umra, yetim jesir, meçit medresege işleşin nasip kılgan bolsun. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.